Bugun Toshkentda Turkiy davlatlar tashkiloti Turkiy universitetlar ittifoqining 8-bosh assambleyasi bo'lib o'tmoqda. Tadbirda qardosh xalqlarimiz yetakchi oliy ta'lim muassasasi rahbarlari hamda xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etmoqda. Yig'ilishda Turkiy universitetlar ittifoqiga a'zolik arizalari ko'rib chiqildi. Qolaversa, Orxun akademik almashinuv dasturini takomillashtirish, ittifoq uchun doimiy kotibiyat va maxsus jamg'arma tashkil etish, shuningdek, Turkiya va Vengriya tomonlarining hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslar muhokama qilindi. Shuningdek, tadbir doirasida Turkiya akademiya tomonidan Turk Barometr ilmiy loyihasining 2024-25-yillardagi natijalari taqdim etildi. Tashkent International University hududida Turkiy universitetlar ittifoqiga a'zo O'zbekiston universitetlari ko'rgazmasi va U2U formatidagi uchrashuvlar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda xalqaro hamkorlik juda muhim ahamiyatga ega. Bu borada Turkiy davlatlar tashkilotiga kiruvchi universitetlar ittifoqining hamkorligi juda ham katta tus olib boradi. Ushbu tadbir mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarni yanada jadallashtirishga yordam beradi, chunki Turkiy davlatlar orasidagi hamkorlik o'zaro ta'lim, tadqiqot, ilm almashinuvlari nafaqat talabalarga, balkim o'qituvchi xodimlarga ham yangi imkoniyatlarni ochishga yordam beradi. Bu nufuzli anjuman Turkiy davlatlar o'rtasida ta'lim va ilm-fan sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishi, Turkiy olamda yagona ta'lim maydonini shakllantirishda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda.